Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Biz kundalik turmushimizda oilamizga va yoki ishxonamizga to'g'ri kirmoqchi bo'lgan vaqtda ma'lum telegraf shirkatiga boramiz va yoki telefonda yoki xat sanduq orqali iltimos qilamiz. Iltimos qilgan vaqtda bular bizga farqli to'r surati bilan farqli baholarni bizga taklif qiladi. Bu vaqtda o'zimizga eng ehtiyojli to'rni tanlab olamiz. Uyimizga to'g'ri kirgan vaqtda buni biz asosliqi Wi-Fi ya'ni simsiz to'g'ri holatda ishlatamiz. Masalan biz 50 megabit deb olgan bo'lsak, bizga shu telegraf shirkatidan bergan modem 50 megabitning hammani simsiz to'g'ri holatda bizga berolmaydi. Biz eng boshda setib olgan to'g'ri suratini ishlatmaymiz. Buning sababi telegraf shirkatlarininki bizning uyga yoki ishxonamizga to'g'ri kirgan vaqtdagi bergan modemininki faqat 2.4 tipliq Wi-Fi signal tarqatadigan bo'lishi va yoki bizmo bilmasdan faqat biroz bahosi arzon va yoki boshqa sabablar bilan 2.4 la signal ya'ni taq signal yoya oladigan modem app qolganligimizdan bo'ladi. Masalan bu kompyuterda hozirning o'zida simliq to'g'ri uloqliq biz buni birlikda o'lchab boqaylik. Ko'rayotganinglardek simliq holatda sinagandan keyin biz bu suratga erishdik. Tushirishi 47:70, chiqarishi 7:63. Hozir men karantina sababli chiqarishni biroz tezlatgan bo'ldi. Bo'lmasa 4 yoki 3 atrofida ishlatdim. Bu Turk Telekom'niki men sizlarga faqat tavsiya qilmaydigan bir to'r. Bahosi qimmat, surati bu shaklda. Hamda biz bu modemdan chiqqan simliq to'rni sinagan bo'ldik. O'xshash, ya'ni biz setib olgan, ya'ni biz har oyda pulini to'lab ishlatadigan to'r 50 megabit, ammo biz erishayotgan to'r 47:70. Ya'ni bu normal. Endi biz bu to'rning o'zini simsiz holatda biz birlikda ko'rib boqaylik. Ko'rishdan ilgari simsiz to'r signalininki ikki xil tipini biz birlikda tunib chiqaylik. Ko'rayotganinglardek 5 va 2.4 holatida ikki xil to'r tipininki borligini ko'rdik. Aldı bilan 2.4 ya'ni biz normalda ishlatayotgan modemning ko'pinchisi 2.4 signalni qo'llaydi va yoki telegraf shirkatidan bizga bergan modemlarning asosiyatan hammasi 2.4 signalni qo'llaydi va 2.4 signalni atrofga yeydi va biz uni ishlatamiz. Endi buningki ortiqchiligi va kamchiligini so'zlaydigan bo'lsak, 2.4 signalninki ortiqchiligi nihoyatda doirasi keng, ammo to'r surati 5 ga qaraganda nihoyat asta. Bunu biz birazdan keyin sinagandan keyin ko'ramiz. Hamda men 5 signalninki, ya'ni 5.0 to'r signalininki doirasi keng emas, ma'nodek, ammo to'r signali kuchli. Undan keyin 2.4 qarag'an vaqtda tomlarni va yoki oilamiz eshiklar deganga o'xshash narsalarni bosib o'tishi 2.4 qarag'anda ojiz. Shunlashqa 5.0 to'r signalini asosliqi 2 va yoki 3 ig'izliq uylarda va yoki keng ishxonalarda ishlatishga nihoyat mos keladi. Bundan biz birlikte yanfonimiz orqali 2.4 bilan 5.0 to'r signalininki farqini ko'rib chiqaylik. Ko'rayotganinglardek 5.0 tipidagi Wi-Fi ulangandan keyingi natija bu. O'rin o'xshash, hammaga o'xshash, yanfon hammasininki o'rni o'xshash. 2.4 da o'lchagan bilan 5.0 da o'lchaganninki farqi bu shaklda. Hamda modemimiz 2.4 signalni yoya oladigan va 5.0 signal yoya olmaydigan taq signal holatda ishlaydigan bir modem bo'lib qolsa, buni qanday qilamiz degan vaqtda 2.4 va 5.0 ga o'xshash qo'sh signal yoya oladigan, ya'ni qo'sh signalni qo'llaydigan modemni setilish orqali simliq va simsiz holatdagi ishlatgandan keyingi farqni bu shaklda yo'q qila olamiz. Mazkur videoning ostida men sizlarga tavsiya qilgan bir qancha xil marka va bir qancha xil tipdagi qo'sh signal yoya oladigan mushta modemlarningki ulanmasi bor. O shaklda o'zinglarning ehtiyojiga asosan setib olib ishlasanglar bo'ladi. Hamda bunday modem hamma kishiga mos kelamdi degan vaqtda hamma kishiga mos kelmaydi. Buning sababi oilalarda ishlatayotgan to'rninki yuqori tuvanlikka o'xshamaydi. Masalan, men oilamda 50 megabitlik to'r ishlatganligim uchun 5.0 va 2.4
O şekilde işlesem haqiqiy suratni men ishlata olaman. Balkim oilamizda 8 yoki 16 megabitlik tor ishlatib qolgan bo'lsak, 5.0 signalninki alayda bir cho'ng farqi yo'q. 5.0 signal faqat kuchli torlarga mos keladi. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.